Dunyodagi top 3 taliga kiradigan Stenford universiteti Garvardga jahl qilib ochilgan universitet deb ko'pchilik o'ylaydi, ammo bu afsona. SAT makon profiliga podpiska tashlab yaqinroq kelsangiz hozir haqiqatni sizga aytib beraman. ChatGPTning aytishi bo'yicha Leland va Jane Stanford, ya'ni Stanford asoschilari Kaliforniyadagi eng boy oilalardan bittasi bo'lishgan. Ularning yagonagina o'g'li bo'lgan, ya'ni Leland Junior Stanford, ya'ni kichkina Leland deb atashgan uni va juda ham san'atga qiziqib, aqlli bola bo'lgan. 1870-yilda ularning o'g'lini Yevropaga o'qishga kiritish uchun sayohatga olib chiqishadi. Ya'ni Yevropada o'qimoqchi bo'ladi u bola, ota-onasi uni sayohatga olib boradi. Sayohat davomida bola tifo degan kasallikka chalinib qoladi va o'sha joy o'zida vafot etadi. Ya'ni ota-ona yagonagina o'g'li bor va 15 yoshda vafot etadi u bolasi. O'g'lini vafotidan keyin ota-ona chuqur qayg'uga tushadi va ularning oldida bittagina maqsad bo'ladi. Bizni bolamizni yo'qotdik, endi butun boshli Kaliforniya bizani bolamiz bo'ladi deb mana shu eng zo'r, eng katta universitet, ya'ni Stanfordga asos solishadi. Bor budini hamma pulini mana shu universitetga tikishadi. Shunaqa qilib 1885-yilda Stanfordga asos solinadi va bu universitet Google, Netflix, HP kabi butun dunyoga mashhur kompaniyalarning otasi hisoblanadi. O'ylayman bu video sizga foydali bo'ldi. Agarda siz ham shunaqangi zo'r universitetlarga kelib o'qimoqchi bo'lsangiz, hoziroq SAT ni o'rganishni boshlang. Amerika haqida yana qanaqa qiziq videolar olishimizni xohlaysiz? Kommentariyaga yozib qoldiring.